Bugun sizlar bilan qon guruhlarida Hardy-Weinberg qonuni qanday ishlayishini demak ko'rib chiqamiz. Biz bilamizki, o'zi aslida Hardy-Weinberg bo'yicha eng oddiy masalalarda dominant A geni va resessiv A geni ikkisi birgalikda umumiy qiymati 100%, ya'ni 1/1 teng bo'ladi va undagi formula kelib chiqadigan organizmlar nisbatiga mos ravishda kattadan bitta, ya'ni kattani biz p harfi bilan belgilab olsak p kvadrat plus 2 pk, ya'ni 2 dona katta kichik a plus kichik a. Jami organizmlarning genotipi shunday bo'ladi. Bitta gen bo'yicha ularni qo'shganimizda 100%, ya'ni 1 ga teng bo'lishi kerak. Endi qon guruhlarida Hardy-Weinberg qonuni salgina boshqacharoq. Sababi qon guruhlarida bilamiz 3 xil gen bor. Ko'p allellik hodisasi kuzatilib, katta A, katta B va 0 genlari birgalikda umumiy hammasi birgalikda 100% bo'ladi. Ya'ni yuqoridagi oddiy Hardy-Weinbergga o'xshab ikkita gen emas, jami uchala gen qatnashgan holatda ularning umumiy yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Va biz buni qon guruhlarida qanday belgilab olamiz desak, quyidagicha. 3 ta genni ma'lum bir harflar bilan, misol uchun X, Y va Z harflari bilan belgilab olsak, misol uchun katta A genni X dedik. Birinchi qon guruhimiz qanday nomlanadi? 00. Ya'ni ikkita Z. Z ni Z ga ko'paytirsak, Z ning kvadrati. Demak, ikkinchi qon guruhimiz ikki xil genotip bilan yoziladi: gamozigota va heterozigota. Gamozigota holatda ikkita katta A, ya'ni x kvadrat plus har doim hamma shu joyda adashtiradi. Demak, katta A va 0 ni x ko'paygan Z deb belgilab olmaymiz. Ya'ni katta A va 0 soni ikkisi birgalikda heterozigota holatda bo'lgani uchun uni oldiga 2 qo'yish kerak. Keyin izini yozsak bo'ladi. 2 sonidan keyin demak x ni va Z ni. Demak, mana hosil bo'ldi. Bularning genotipi birgalikda. Endi 3-chi qon guruhi B yoki B0. B harfini biz Y soni bilan belgilab oldik. Bu joyda ikkita Y bor, ya'ni Y kvadrat plus demak heterozigota bo'lgani uchun oldini 2 qo'yishimiz kerak va B0 ni Y ko'paygan Z deb belgilab olamiz. Bu 3-chi qon guruhni hosil bo'lish chastatasi. Endi 4-chi qon guruh. 4-chi qon guruh ko'rinishidan albatta o'zi bir xil yoziladi va bu ham heterozigota bo'lgani uchun birinchi navbatda oldiga 2 qo'yib olamiz va A bilan B, ya'ni X bilan Y ni ko'paytmasiga teng. X, Y. Mana shunday tartibda yoziladi. Mana shu to'rtburchakka olingan chastotalarni, ya'ni uchrash darajalarini hammasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, shundagina bir hosil bo'ladi. Oddiygina formulaga qaraganda qon guruhlarida nisbatan murakkabroq formulalar ishlatiladi.